Uyg'urlar diyardagi ko'plagan qadimiy uslubdagi binokorlik namunlari chiqib o'tilganda, bu to'lqinning Uyg'urlarning an'anaviy o'ltiroq mahallarini vayron qilayotganligi ko'plab ma'lum bo'lmoqda. Xitoyning So'g'u agnatligi yaqinida taratgan bir yurish suratli xabarlardan ma'lum bo'lishicha, Qog'liq Nahiya bozoriga 20 necha kilometr keladigan Qorqurum teg'i vodisidagi Ushshoqbosh yesidan 14 ming dehqon nomrodlikdan qutuldirib bino uylariga ko'chirish to'lqinida aslidagi uy makonlaridan ko'chirilgan. Ular navbatda Qog'liq Nahiya bozoridagi Oqtosh tavallik rayoniga selingan o'ltiroq uylar mahallasiga o'rinlashtirilgan. Aslidagi terilg'u yerlardan ayrilgan bu dehqonlardan hozir 3 mingdan oshiq kishi shu o'ltiroq rayonda Xitoy savdogarlarining mablag' bilan selingan 20 necha zavodga ishchilikka qabul qilingan. Xitoy axborotida berilgan suratli xabarlardan ma'lum bo'lishicha, yangidan selingan bu o'ltiroq uylar zich hamda bir doiraga selingan. Bir qism analizchilar bundan qarab, to'plab kontrol qilish usulini ehtiyoji bo'yicha loyihalangan mahalla dedi. Uyg'ur mahallalarni chiqib, Uyg'urlarni avlodma-avlod yashab kelgan mahallalardan ko'chirish to'lqini 2018-yildan buyon Uyg'ur elining har qaysi shahar va viloyatlarida birdek avjiga chiqqan. Uningdan ilgirki vaqtlarda bo'lsa, qadimiy Qashqar shahri chiqilib, minglagan qadimiy uylar tuzib etilgan edi. Bundaq kona shahar rayonlarini tuzash va o'zgartirish nomidagi harakatlar Yakan va boshqa joylardami bo'lgan edi. Yaqindan buyoqi Uyg'ur qatorliqlarini o'z qadimiy yurtlaridan ko'chirib, maxsus qurilgan o'ltiroq uylar nuqtasiga markazlashtirish, Uyg'ur o'ltiroqlashish va binokorlik madaniyatini vayron qilish xarakterlik buzg'unchilikning moddiy paketlari yana Uyg'ur elidan taralgan qisqa sin filmlardami oshkorlandi. Bulardan boshqa yana bu masalalar mutaxassislar tarafidan sun'iy amra suratlarini muloyiza qilish orqali bularning kishini cho'chitgidek son va ko'lamga ega g'oyat zo'r harakat ekanligi o'tirib qo'yildi.